Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har bir pensioner uchun, yaqinlar pensioner bo'lgan har bir oila uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Chunki bugun biz sizning pensiyangizga, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar haqida so'z yuritamiz. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu aniq faktlar va siz bilishingiz shart bo'lgan qoidalardir. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqa ko'plab insonlarga ham yetib boradi. Bu sizning qo'lingizdagi eng katta yordam bo'ladi. Endi esa asosiy masalaga o'tamiz. Bu barcha pensionerlarga taqiqlanadi. Ikki qismga sarlavhasi sizda savollar tug'dirishi tabiiy. Nima taqiqlanadi? Kimga taqiqlanadi? Nima uchun? Ushbu videoda aynan shu savollarga batafsil javob beramiz. Birinchi qismda biz asosan pensiya hisoblashning yangi mexanizmlari va unga ta'sir qiluvchi omillar haqida gapirgan edik. Bugun esa diqqatimizni pensionerlarning qo'shimcha daromadlari va ularning pensiya ta'minotiga ta'siri bilan bog'liq yangi qoidalarga qaratamiz. Bu so'nggi paytlarda juda ko'p muhokama qilinayotgan, ammo to'liq tushuntirilmayotgan mavzu. Avvallari ko'pchilik pensionerlar, ayniqsa iqtisodiy faoliyatini davom ettirganlar, qo'shimcha daromadlarini rasmiylashtirish yoki buni davlat organlariga ma'lum qilish masalasiga unchalik e'tibor bermas edi. Misol uchun kimdir nafaqaga chiqqandan so'ng xususiy tartibda dars berardi. Kimdir kichik miqyosdagi hunarmandchilik bilan shug'ullanardi. Ba'zilar esa o'zining yordamchi xo'jaligidan olingan mahsulotlarni bozorlarda sotardi. Ko'pincha bu daromadlar rasmiy hujjatlarda aks etmas, soliq to'lanmas va bu holat pensiya miqdoriga hech qanday ta'sir ko'rsatmas edi. Bank o'tkazmalari tizimi ham hozirgidek rivojlanmagan bo'lib, naqd puldagi operatsiyalar ustunlik qilardi. Natijada davlat organlari ushbu qo'shimcha daromadlarning hajmini aniq nazorat qila olmas edi. Pensiya fondlari faqat rasmiy ish staji va ish haqiga asoslanib hisob-kitob qilar, pensionerning pensiya olib turib, norasmiy ravishda daromad topayotgani aksariyat hollarda e'tibordan chetda qolar edi. Ya'ni ilgari bu holatga nisbatan ma'lum bir darajada ko'z yumilgan yoki aniq mexanizmlar mavjud bo'lmagan. Bu esa ba'zi bir holatlarda pensiya tizimida adolatsizliklarga olib kelishi mumkin edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayoni jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bank tizimi, soliq organlari, pensiya fondi va boshqa davlat idoralari o'rtasida axborot almashinuvi mexanizmlari kuchaytirildi. Har bir fuqaroning, jumladan pensionerlarning ham bank hisob varaqlaridagi pul o'tkazmalari, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda qayd etilmoqda. Endi pensiya fondi nafaqat rasmiy ish joyingizdan kelgan ma'lumotlarga tayanadi, balki soliq organlari, bank ma'lumotlari va boshqa manbalardan kelgan har qanday qo'shimcha daromadlar haqidagi axborotni ham ko'rib chiqish imkoniyatiga ega. Bu yangi tizimning asosiy maqsadi adolatni ta'minlash, ijtimoiy to'lovlar tizimini shaffoflashtirish va shu bilan birga iqtisodiyotdagi yashirin aylanmalarning oldini olishdir. Endilikda pensionerlarning har qanday qo'shimcha daromadi u qaysi manbadan kelib chiqishidan qat'iy nazar davlat tomonidan nazorat qilinadi. Bu o'z navbatida ayrim hollarda pensiya miqdoriga, qo'shimcha nafaqalarga va hatto pensiyaning vaqtincha to'xtatilishiga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli endi norasmiy daromad olish va uni yashirish deyarli imkonsiz bo'lib qoldi va bu ma'lum ma'noda taqiqlangan holatga aylandi. Chunki u jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keling bu o'zgarishlarni yanada batafsil ko'rib chiqamiz. Asosan nima o'zgaryapti? Avvalambor, pensionerlar uchun har qanday qo'shimcha daromad manbalarini majburiy deklaratsiya qilish, ya'ni soliq organlariga rasmiy ravishda ma'lumot berish talabi kuchaytirilmoqda. Bu faqatgina rasmiy ish joyidan olinadigan daromadlarga emas, balki ijaradan, freelans, mustaqil faoliyatdan, konsalting xizmatlardan, hunarmandchilikdan, hatto bankdagi yirik omonatlardan olinadigan foizlar yoki dividendlar kabi barcha daromad turlariga tegishli. Davlat organlari endi turli ma'lumotlar bazalarini bir-biri bilan integratsiya qilmoqda. Bu esa sizning barcha moliyaviy harakatlaringizni to'liq kuzatish imkonini beradi. Misol uchun, agar sizning bank kartangizga muntazam ravishda ma'lum miqdordagi pul kelib tushayotgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda soliq organlari e'tiboriga tushishi mumkin. Xo'sh, kimlar bu o'zgarishlar haqida jiddiy xavotirlanishi kerak? Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy yoki norasmiy ravishda ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Bu yerda rasmiy ishlaydiganlar uchun biroz osonroq
Chunki ularning daromadlari avtomatik tarzda hisobga olinadi. Ammo norasmiy ishlaydiganlar uchun xavf ancha yuqori. Ikkinchidan, o'z mulkini, masalan, kvartira, garaj, avtomobil ijaraga beradigan va undan daromad oladigan pensionerlar. Bu daromadlar majburiy deklaratsiya qilinishi shart. Uchinchidan, mustaqil faoliyat bilan shug'ullanuvchilar, masalan, repetitorlik qiladigan o'qituvchilar, konsultantlar, ustalar, tikuvchilar va boshqalar. Agar ularning xizmatlari uchun muntazam pul o'tkazmalari kelib tushsa, bu ham nazorat ostida bo'ladi. To'rtinchidan, turli investitsiyalardan, qimmatli qog'ozlardan yoki yirik bank omonatlaridan dividendlar yoki foizlar ko'rinishida daromad oluvchilar. Bu turdagi daromadlar ham endi avtomatik tarzda qayd etilishi mumkin. Beshinchidan, chet eldagi qarindoshlardan muntazam va katta miqdorda pul o'tkazmalari oluvchi pensionerlar. Garchi bu ko'pincha sovg'a sifatida qabul qilinsa-da, ba'zi hollarda, ayniqsa summalar juda katta bo'lsa va muntazam tus olsa, soliq organlarida savollar tug'dirishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Asosan, davlat pensiyasidan boshqa hech qanday daromadi bo'lmagan pensionerlar. Agar sizning yagona daromad manbaingiz davlat tomonidan beriladigan pensiya bo'lsa, siz ushbu o'zgarishlardan xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Shuningdek, vaqti bilan olinadigan kichik miqdordagi tijorat xususiyatiga ega bo'lmagan daromadlar, masalan, eski narsalarni bir martalik sotish yoki yaqin qarindoshlardan olingan moddiy yordam ham odatda muammo tug'dirmaydi, ammo bu masalada ham chegaralar mavjud. Keling, bir necha aniq misollar keltiramiz. Birinchi misol, o'qituvchi Aziza opa 65 yoshda. Pensiyasi 1.5 million so'm. U nafaqaga chiqqaniga qaramay, qo'shimcha daromad topish maqsadida haftasiga bir necha marta maktab o'quvchilariga repetitorlik qilib, har oyda taxminan 200 ming so'm naqd pul topadi. Ilgari bu daromad hech qayerda aks etmas edi. Yangi qoidalar bo'yicha, agar Aziza opaning ushbu faoliyati haqida ma'lumotlar soliq organlariga yetib borsa, masalan, o'quvchilarning ota-onalari to'lovlarni bank o'tkazmasi orqali amalga oshira boshlasa yoki boshqa yo'llar bilan aniqlansa, Aziza opa ushbu daromadni deklaratsiya qilmagani uchun jarimaga tortilishi va hatto pensiyasi vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Tasavvur qiling, 8 ming so'm daromaddan tegishli soliq, masalan, 12 euro va jarima to'lashga majbur bo'ladi. Bu esa uning oyiga 200-300 ming so'mga tushishi va hattoki pensiyasining ma'lum bir qismi ushlab qolinishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Aziza opaning oilaviy byudjetiga jiddiy putur yetkazadi. Ikkinchi misol, Ahmad aka 70 yoshda. Uning pensiyasi 1.8 million so'm. U otasidan meros qolgan bir xonali kvartirani oyiga 2 million so'mga ijaraga beradi. Ilgari u bu daromadni soliq organlariga ma'lum qilmagan. Endi esa yangi tizim shartlariga ko'ra Ahmad aka ushbu ijara daromadini majburiy deklaratsiya qilishi va undan belgilangan soliqni to'lashi shart. Agar u buni qilmasa va ijara daromadi bank o'tkazmalari orqali amalga oshirilsa, soliq organlari bu haqda darhol xabar topadi. Natijada Ahmad akaga deklaratsiya qilinmagan daromad uchun jarima solinadi. Shuningdek, ijara shartnomasi rasmiylashtirilmagani uchun ham qo'shimcha jarimalar qo'llanilishi mumkin. Agar Ahmad akaning umumiy daromadi pensiyali ijara 3.8 million so'mdan oshsa, u ma'lum bir ijtimoiy imtiyozlarni yo'qotishi yoki uning umumiy daromadi hisobga olinib, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa uning uchun kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarish turgan gap. Uchinchi misol, muhandis Temur aka 68 yoshda. Pensiyasi 2.2 million so'm. U nafaqaga chiqqandan keyin ham o'z sohasidagi kichik bir kompaniyaga oyiga 500 ming so'm evaziga vaqti bilan maslahat beradi. Bu pul uning shaxsiy bank kartasiga o'tkazib beriladi. Avval bu mayda summalarga hech kim e'tibor bermasdi. Endi esa banklar ma'lum bir miqdordan, masalan, har bir o'tkazma uchun 500 ming so'm yoki umumiy oyiga 1 million so'm oshgan barcha operatsiyalar haqida soliq organlariga avtomatik ravishda xabar beradi. Agar Temur aka ushbu daromadni deklaratsiya qilmasa va o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazmasa, u ham soliq qonunchiligini buzgan hisoblanadi. Bu holatda unga nisbatan ham jarima chorasi ko'rilishi va ushbu daromad pensiya fondi tomonidan qayd etilishi bilan pensiyasining ma'lum qismi qayta hisoblanishi mumkin. Bu esa Temur akaning kutganidan ancha noqulay vaziyatni keltirib chiqaradi. Lekin har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va kutilmagan nozik nuqtalar mavjud. Istisnolar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin.
Birinchidan, soliqqa tortilmaydigan daromadlar. Bularga aliment to'lovlari, ba'zi bir davlat ijtimoiy yordam pullari, maxsus xayriya mablag'lari kabi turlar kiradi. Ushbu turdagi daromadlar majburiy deklaratsiyaga tortilmaydi va pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ammo ularning huquqiy maqomini aniq bilish muhim. Ikkinchidan, kichik, tartibsiz va tijorat xususiyatiga ega bo'lmagan daromadlar. Misol uchun, shaxsiy mol-mulkni bir martalik sotish, masalan, eski mebel, kiyim-kechak, tug'ilgan kun sovg'alari kabi daromadlar odatda deklaratsiya qilinmaydi. Ammo bu yerda kichik va tartibsiz tushunchalar juda nozik. Agar har oyda kimdir sizga 1 million so'mdan ortiq sovg'a yuborib tursa, bu soliq organlarida shubha tug'dirishi mumkin. Shuningdek, shaxsiy tomorqa uchastkasidan olingan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotishdan olingan daromadlar. Agar ularning hajmi belgilangan me'yorlardan oshmasa, ko'pincha soliqqa tortilmaydi. Ammo bu ham aniq me'yorlar bilan belgilanadi. Diqqat qilish lozim bo'lgan muhim jihatlar va nozik nuqtalar. Birinchidan, kichik summalarga e'tiborsizlik. Ko'pchilik mayda pul bo'lsa, hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Ammo raqamli kuzatuvlar davrida hatto kichik, lekin muntazam pul o'tkazmalari ham tizim tomonidan qayd etilishi mumkin. Masalan, agar sizning kartangizga haftasiga 1 ming so'mdan muntazam ravishda kelib tursa, oyga 400 ming so'm bo'ladi. Bu miqdor ham soliq organlarida savollar tug'dirishi mumkin. Ikkinchidan, eski ma'lumotlarga tayanish. Qonunchilik juda tez o'zgaradi. Bir necha yil oldin ruxsat etilgan yoki nazorat qilinmagan narsalar bugun taqiqlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lish muhim. Uchinchidan, farzandlar qarindoshlardan yordam. Agar farzandingiz yoki qarindoshlaringiz sizga muntazam va katta miqdorda pul o'tkazmasi yuborsa, ayniqsa bu mablag'lar ularning tijorat hisob varaqlaridan o'tkazilsa, bu daromad sifatida noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday o'tkazmalarning maqsadi va manbaini aniq ko'rsatish tavsiya etiladi. To'rtinchidan, bank kartalari orqali tijorat faoliyati. Ko'plab odamlar shaxsiy bank kartalaridan kichik biznes faoliyati uchun foydalanadi. Bu eng katta tuzoqdir. Chunki shaxsiy karta tijorat maqsadlarida ishlatilganda unga kelib tushgan pullar daromad sifatida baholanadi va buning uchun soliq to'lash talab etiladi. Beshinchidan, deklaratsiya qilish muddati va usuli. Daromadlarni qachon va qanday usulda, onlayn portal orqali yoki shaxsan borgan holda deklaratsiya qilishni aniq bilish shart. Kechiktirilgan deklaratsiya uchun ham jarimalar mavjud. 6-dan, pensiya fondi va soliq xizmati o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi. Bu ikkita tizim bir-biriga bog'langan. Ya'ni soliq organlari sizning daromadlaringiz haqida pensiya fondiga avtomatik ravishda ma'lumot yuboradi. Bu esa pensiyaning qayta hisoblanishiga yoki qo'shimcha nafaqalarning bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga, amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib muammolarga duch kelmaslik mumkin? Birinchi qadam, barcha daromad manbalarini aniqlang. Pensiyadan tashqari sizda yana qanday daromad manbalari borligini ro'yxat qiling. Bu rasmiy ish haqi bo'lishi mumkin, ijara daromadi, repetitorlik, hunarmandchilik, tovar sotish, internet orqali daromad, omonatlardan foizlar va hokazolar. Hech birini yashirmang, hatto mayda tuyulganlarni ham qayd eting. Ikkinchi qadam, har bir daromad manbaining rasmiy yoki norasmiyligini, deklaratsiya qilingan yoki qilinmaganligini aniqlang. Agar biron bir daromad manbai rasmiylashtirilmagan va deklaratsiya qilinmagan bo'lsa, bu haqda o'ylab ko'ring. Uchinchi qadam, rasmiy manbalarga murojaat qiling. Eng ishonchli ma'lumotni pensiya jamg'armasi saytidan, soliq qo'mitasi saytidan topishingiz mumkin. Shuningdek, bevosita mahalliy pensiya fondi bo'limiga yoki soliq inspeksiyasiga borib maslahat oling. U yerda sizga eng so'nggi va aniq ma'lumotlarni berishadi. Onlayn manbalardagi ma'lumotlarning dolzarbligini doim tekshiring. 4-qadam, zarur bo'lganda daromadlarni rasmiylashtiring. Agar siz repetitorlik qilsangiz, o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Bu juda sodda va ko'p hollarda soliq stavkasi minimal bo'ladi. Agar mulkingizni ijaraga bersangiz, ijara shartnomasini rasmiylashtiring va tegishli soliqni to'lang. Agar kichik tadbirkorlik bilan shug'ullansangiz, tegishli litsenziya yoki ruxsatnomani oling. Bu kelajakdagi muammolarning oldini oladi. 5-qadam. Agar biron bir narsaga amin bo'lmasangiz, shaxsan murojaat qiling. Qo'rquv yoki uyalish sizga qimmatga tushishi mumkin. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki soliq inspeksiyasiga pasportingiz, pensiya guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa,
qo'shimcha daromadlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, bank ko'chirmalari bilan boring. Ular sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishadi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining qaysi moddasi bo'yicha men daromadimni deklaratsiya qilishim kerak yoki men qanday turdagi faoliyat bilan shug'ullanayotganim uchun qanday soliq rejimini tanlashim kerak degan savollarni berishdan cho'chimang. Ular har bir holatni alohida ko'rib chiqib, aniq tavsiyalar bera oladilar. 6-qadam, barcha daromad va xarajatlaringizni yozib boring. Agar sizda biror bir rasmiy faoliyat bo'lsa, uning uchun barcha hisob kitoblarni, to'lov kvitantsiyalarini saqlang. Bu kelajakda tekshiruvlar yoki savollar tug'ilganda sizning ishingizni isbotlashga yordam beradi. 7-qadam. Bank hisob varaqlarining ko'chirmalarini muntazam tekshirib turing. Bank kartangizga kelgan har qanday o'tkazmani nazorat qiling. Agar siz kutmagan yoki tushunarsiz pul kelib tursa, bank bilan bog'lanib, uning manbasini aniqlashtiring. Ba'zida noto'g'ri o'tkazmalar ham bo'lishi mumkin. Bu esa sizga muammo tug'dirishi mumkin. 8-qadam, arizalar va hujjatlar. Agar siz daromad deklaratsiyasi topshirishingiz kerak bo'lsa, Soliq qo'mitasining maxsus blankasini to'ldirasiz. Bu blanka odatda daromad deklaratsiyasi deb nomlanadi. O'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish uchun Soliq qo'mitasining mobil ilovasi orqali yoki sayt orqali onlayn ariza topshirish mumkin. Bularning barchasi rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensionerlar uchun o'ta muhim bo'lgan mavzuni, ya'ni qo'shimcha daromadlarni rasmiylashtirish va ularning pensiya ta'minotiga ta'siri haqidagi yangi qoidalarni batafsil yoritishga harakat qildik. Esingizda bo'lsin, bu yangiliklar sizni jazolash uchun emas, balki tizimdagi adolatni ta'minlash, shaffoflikni oshirish va har bir fuqaroning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Vaqtida to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish va tegishli choralarni ko'rish sizni kelajakdagi ko'plab noxush vaziyatlardan saqlaydi. Shaffoflik va qonunchilikka rioya qilish bugungi kunning eng muhim talabidir. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa va foydali deb hisoblasangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda bu mavzuni yanada chuqurroq o'rganishda davom etamiz va sizning savollaringizga javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.